Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Microsoft bugun bolalar poyezdlar o'yinini o'ynaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Tak, o'sha sizlar videoga like va obuna bosib turinglar. Qani boshladik. Biz bu o'yinga yaqinda tortdim. Tak. Hop. Pasaklaymiz. Va Qazim o yüzümü ko'rsatmadi ekanım. Yap. Mayli. Tak, endi so'nggi videoga like va obuna bosib qo'yinglar. Boshlaymiz qani. Bir chiqib kiray. Tak, hozir yuzimni ko'rsatmaydigan qilaman chunki o'zimga ozgina xalaqit beryapti. Qani o'zim ketdi. 1 2 3. Tak, ana o'chirib oldik. Ungacha sizlar videoga like va obuna bosib turinglar. Hani olsam başladık. Tak. Buradan saklayımız. Kimden YouTube'da kaldıysasını hiç komentarda yazıp kaldıracağız. Özür pasaytırıp alayım. Tak. YouTube'da kaldıysasını hiç de var ben. PUBG'de kaldıysasını hiç. Ve hani olsa ID'sini yok ki ismini yazıp kaldıracağız. Pasaya gitme. İsmini yazıp kaldırsa menga to'pga tashab qo'yaman. Duruz tashab. Lekin tashagandan keyin birga o'ynaymiz. To'rga to'g'ri rangli bo'libdi. Bitta obunachim bor, ama mayli. Hozir ismini topolmayapman. Shoha Pugman not chaqaryapman shu yerda. Shu bola ham mamlakatda bo'lsa kerak menimcha. Men kuzatar ekan. U bilan to'g'ri video olganman. Videoni qo'yganman. Ko'rgan bo'lsalaring kerak. Keyin bu poyezdlar o'yinida kim ko'p qilgan, to'plagan, yugurib, qancha pul to'plagan, yugurib qancha qilgan. Keyin kommentarda yozib qoldirsin, PUBG mi yoki Free Fire mi? Yoki mana shu poyezdda o'yindimi? Tak. Shu bola 58 edik, 52 taga o'tib qolibmiz. Qotib qoldik bola. Oshiraylik, davay. 57 samir 60 ta 70 ta tashlaylar. Bir kayfiyatni ko'tardilar. Obuna bo'lib qo'yaveringlar. Mesela aka-ukalaring, singillaring telefonlaridan shunday o'tibdan 5 minutga berib turib olib qo'ysalang, o'zlaringga foyda. Keyin agar kim kommentariya ko'p bo'lsa yoki obunachim 60 ta bo'lsa, ana o'qilaman. Nima demoqchi edim? Tak, akkauntlaringni ko'raman. Kimning akkaunti zo'r, eng akkaunti oddiy bo'lganlarga yana narsa tashlayman. O'z pepa tashab qo'yaman. Sovg'a beradigan narsa bor-ku. Pastga bosilib ketyapti bu. Mana o'zi sovg'a beradi. Shunaqa narsalarni sovg'alarni beraman. Keyin sizlar o'shandan keyin o'shadi. Agar akkauntlaringni menga shunday ko'rsatib, screenshot qiladi-ku, o'shani yuklab oladi. Mana shunday berib tursanglar, men screenshot qilib olaman-da. Sizlar akkauntlaringda video chiqarishim mumkin. Keyin akkauntlaringni qaytarib beraman, o'zlaring orasida men chiqib ketaman. 15 minut videoni olib, shu akkauntlaringni ko'raman-da. Keyin ko'raman. Akkauntlaringni ko'raman. Shuning uchun uchirib ketyapman. Shuning uchun ko'proq obuna qo'yinglar. O'shanda kim zo'r obuna to'plasa, komment to'plasa, like to'plasa, o'shani yozamiz. Aslan bitta yozib, keyin kommentariya yozib qo'ysalaring ham bo'ladi. Mana masalan, men mana shu ID, mana shu akkauntim, mana shu, men faqat aldamasdan gapiringlar. Shuncha yildan beri o'ynayman, yo bunaqa desalaring, yoki masalan drop yig'ib qo'ysalaring lednikka, men qo'lim omadli bitta lednik tushirib beraman agar akkauntga.
to'g'riroq yozsalaring, masalan, menda anom bor. Voy, o'tayapti. Menga shu dropim ko'p, shu lednik tushirib bering desalaring, 500-600 ta bo'lsa ham, 100 ta bo'lsa ham dropda ham lednik yoki boshqa narsa tushirib beraman. Sizlar ham PUBG'dan boshqa akkauntga kirib olasizlar, o'zlaring aytib turasizlar. Shu tushiraylikmi yoki lednikmi? To'g'ri, 100 ta tasholmayman, shunday faqat dropni ochib beraman-da. Mening qo'lim omadli. Tak. Ungacha sizlar videoga like va obuna bosib turinglar. Endi nima qilamiz? Videoni yana cho'zilsinmi yo to'xtatilsinmi? Keyin obunani shunday yana bir marta aytyapman, obunani bosib qo'yinglar. To'xtab qolyapmiz-ku. Nima deb qolyapti bolalar? Voy, o'tib ketdim. Desam, oppan. To'xtab qolmaylik, oshaveraylik, ketdik. To'xtash yo'q, gazlab tashlanglar. Kim mana shunday qiladi? Tekrar. Hoppa. Tak. Buni o'tamiz. Agar men ham obunachilarim ko'p bo'lib yoki bir kuchayib ketsam, men ham 100 lik konkurs qilamanmi? Hali uncha tushunmayman ularga. Shuning uchun obunani ko'paytiringlar. Keyin bir chunki obunachim ko'paysa, borgan sari so'rab YouTube'lardan shunday yozim. Hozir obunachim kam. Hali 100 lik qilishga ancha ertada, shuning uchun bolalar obunachim ko'paytiraylik. Davay, to'xtab qolyapmiz-da biz. To'xtab qolmaylik. 8 ham bo'lib qolibdi-ku. 57 67 debman. Hali 8 ham bo'libdi. Da 8 ham qilib tashlaymiz. Juda tezlashtiringlar, davay. Men tepaga chiqib qolamanmi deb o'ylabman. 8 hamdan ham oshirish kerak. Ko'p qilib oshirib tashaveramiz bolalar, faqat sizlar obunani tirishlatsalang bo'ldi. Video 10 minutlik bo'ladi, ko'pga cho'zilmaydi. Chunki meni ham ishlarim bor. Chiqamiz. Bu bizga mana shuni berdi. Bundan chiqib turib, mana bunga kiramiz. Endi reklama degan bitta videoni olaman. Bo'ldi mana. Tak. Qaranglar. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Buni bu yoqqa. Buni bu yoqqa qo'ysak, buni bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Buni yutqazib bolalar. Tak. Mayli bo'pti, videoga like bosib turaveringlar. Videoga like bosib tursalaring, videoni chiqaramiz. Tak. Reklama tugaydi qoldi hozir. Mendan kam qilganlar bormi? Yo'q, mana mendan kam qilganlar yozsin, mendan ko'p qilganlar yozsin. Tak. Shu videolarni prosmotr bir kamayib ketyapti, 0 ga yaqin bo'lib qolyapti bolalar. Bitta yutqazib qo'ysangiz. Ana mana shunaqasini ko'rmagansizlar. Bunaqasini ko'rasizlar. Bitta videoni olaman demoqchi edim. Mana shunaqasini ko'rganmisizlar? Bitta screenshot qilaylik mana. Mana videoda ham prosta bombada qayerda 8 ta. Mendan kam qilganlar bormi? 8 tani kam qilganlar. Hayron qoldim o'zim. Qanday 8 ta bunday kreativ qazib qo'ydim deb. Tak. Buni bu yoqqa qo'ysak, hozir yutqazamiz. Demoqchi edim, yaxshi. Combo 6. Combo 7, combo 8. Combo 9. Combo 10 bo'lib ketdi. 11. 12. 13. 14. 15 16.
Tak, video umidli bo'lib qolibdi. Mana shuni yutqazgandan keyin videoni endi tugataman. Bu ham bitta yutqazib qo'ysam hozir. Hali yutqazmayman. Endi bitta yutqazib qo'ydimmi deyapti. Endi aytmoqchi edim. Ana rostdan yutqazdim, bo'pti. Endi videoni tugatamiz. Hamma xayr bo'ldi. Bugun sizlar bilan Prox uz bo'ldim. Endi videoga like va obunani bosib qo'ying. Hov qoldi. Qotib qoldi bag'ib. Shu obunani bosib qo'yinglar. Hamma xayr bo'ldi. Bugun sizlar bilan endi Prox uz bo'ldim. Hammaga xayr. Obunani bosinglar lekin.